Ko'pchilik mijozlarimizda aksariyat uchiydigan savollardan bittasi 100 kvadrat, 120 kvadratli podvalimga nimalar joylashtirsam bo'ladi degan savol bilan bizga murojaat qilishadi. Bu obyektimizda biz kompaktli, kerakli joylarni, xonalarni podvalga joylashtirib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Bir yoq tarafimizda ventilyatsiyalariga ega bo'lgan sport zalimiz, bu yoq tarafimizda bo'lsa kinoteatrimiz o'zini kitob o'qib o'tiradigan zonalari bilan. Bu yoq tarafda ko'rishinglar mumkin. O'zimizdan Jaydar til bilan aytganda, banka shunga o'xshagan xolodniy narsalarni saqlash uchun kerak bo'ladigan xolodniy zonamiz. Bu yoqda kattagina garderob joylashtirib berganmiz. O'zbek xalqida bilasiz, safarlar ko'p bo'ladi va sezonli qishki, yozgi narsalarni, kiyimlarni saqlash uchun zonamiz. Undan tashqari bu yoqda kattagina prachka berganmiz. Через prachka biz ichkarida kotelli zonaga o'tamiz va normativlari bo'yicha fortchkalarni ham tashab berib ketganmiz. Agar sizlarga ham katta podvalinglar bo'lsa yoki kvadrat jihatdan qolgan etajlarga qaraganda kichkinaroq podvalinglar bo'lsa, обязательно birinchi navbatda uni izolyatsiyasini qilib olishingizni maslahat beramiz. Sababi har doim ventilyatsiya bilan izolyatsiya podvalda birinchi o'rinda turadigan komfortlardan bittasi. Men siz o'zingiz uchun kerakli bo'ladigan xonalarni joylashtirsangiz ham, lekin uni texnik tomonlama izolyatsiyasini joyida qilmagan bo'lsangiz va ventilyatsiyalarini, undan tashqari havo aylanishini, fortchkalarini joyiga tashlab ketmagan bo'lsangiz, yillar davomida sizga xonadoningizda diskomfort yaratib boradi. Bunaqa diskomfortlarni oldini olish uchun Plaus kompaniyasiga murojaat qilsangiz bo'ladi.